Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi sog' omonmi? Ertalab xamir qildim-u, xamirni qorib mushlashni o'g'limga mushlatdim. Oyim 7-sinf bo'ldi, katta bo'ldi, kuchga to'lgan. Yasashini xo'jayinimga yasatkizdim. Chunki xo'jayinim 2005-yildan boshlab non qiladi. Juda ham Samarqand nonlarini juda o'xshatib yasab beradi, chiqarib beradi nonlarni. Faqat afsus bizada tandirimiz yo'q, faqat duxovkaga yopamiz. Men telefonda gaplashib bo'lgunimcha xo'jayinim yasab chiroyli qilib yasab qo'yibdi ekan. Juda mohirona qilib yasaydi. Meni qo'limdan kelmaydi, shuncha o'rgatgani bilan baribir qila olmayman, xo'jayinimni chiqara olmayman. Xo'jayinim necha yillik tajribali. Shuning uchun har doim uyda bo'lgan payti xo'jayinimdan foydalanib qolaman. Iltimos yasab bering deyman, qorib bering deyman. Nonlar yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Rahmat, hammalaringizga sog' bo'lingizlar.